34 yil. Bu minglab xavfsiz parvozlar va millionlab yo'lovchilarning orzu-umidlari degani. 34 yil davomida Uzbekistan Airways kompaniyasi osmonda samolyotlarni, balki minglab yo'lovchilarning orzu-umidlarini ham eltib kelmoqda. Biz muhim sana arafasida aviakompaniyaga xavfsiz parvozlarni tilaymiz. Osmonimiz musaffo, parvozlar esa doimiy bo'lsin. ...2025 yil barqaror o'sish va strategik loyihalar yili bo'ldi biz uchun. Eng katta yutuqlarimizdan biri bu Amerika Qo'shma Shtatlari bilan qilgan kelishuvimiz, bu 22 ta bo'limning kelishi va shartnomasi. Rahbarimiz aytgandek, bu loyihalarni qilish bu davlat darajasiga yetkazilgan, hukumat darajasiga yetkazilgan va buni e'tibori ham, mas'uliyati ham salmoqli. Endi albatta Uzbekistan Airways Toshkent Humo aeroportini topshirdi. Bu aeroport ham o'ziga yarasha mas'uliyat yuklangan bu aeroportga. Uning qulayligi, uning biznes aviatsiyasi uchun mosligi, yuqori maqomdagi mehmonlarni qabul qilishi. Bilasiz, aeroportlar o'zi mamlakat darvozasi bo'ladi va aynan shu darvozani chiroyli bo'lishiga, qulay bo'lishiga, mehmonlarni tez sharoiti uchun mos bo'lishiga Uzbekistan Airways harakat qildi va haqiqatan uchish-qo'nish yo'laklari ham o'sha aeronavigatsiya borasidagi barcha qoidalarga amal qilgan holda tantanali ravishda biz hukumatga bu aeroport topshirganimizdan xursand bo'ldik.